Assalomu alaykum qadrli bizni kuzatuvchilar, ko'pchilik obunachilarimiz motobloglar uchun daraxtlarni va ekinlarni dorilashlik uchun karter apparati uстановка bo'lgan variantidan so'ragan akalarimizga agroservis do'konlarimizda yangi partiyada 15 ot kuchli motoblogimiz va aravalari, yo'mkislari va karter apparatlari uстановка bo'lgan variantlari tayyor bo'lgani munosabati bilan hozir bularda sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari, narxlari va ishlash jarayonlarigacha to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bu doralash uchun karter apparatimizni hozirgi paytda bog'i bor akalarimiz va ekin ekadigan akalarimiz uchun juda ham qulay va manfaatli, foydali bo'ladigan texnika hisoblanadi akalar. E'tibor bering, bittagina motoblogingiz bo'ladigan bo'lsa, xohlasangiz yer haydaysiz, xohlasangiz arava tortasiz, xohlasangiz yo'mkislarda suvlarni toshishlaringiz mumkin. Va undan tashqari mana shunday dori apparatlaridan ham qo'yib foydalanib, bemalol uyingizga, xo'jaligingizga olib, bog'laringizga olib foydalanishlaringiz mumkin akalar. Kimga mana shu turdagi komplekt holatida motobloglar, aravalar va undan tashqari dori sepadigan mana shunday karter apparatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni akalar. Mana shu turdagi texnikalarning eng arzon joyi va optim bazasi hisoblanadi. Hozirda bu komplektimizni so'qdan kelgan akalarimiz uchun komplekt holatda tayyorlab berdi akalar. 15 ot kuchli motoblogi va undan tashqari aravalari 1,5 tonnagacha yuk ko'taradigan aravalari, undan tashqari 350 litrli yo'mkislari va undan tashqari karter apparatimizni eng full, eng oxirgi pozitsiyasidan qilib berdi akalar. Bu karter apparatimizni eng oxirgi modeli deganimizda qo'shimcha bemalol ikkitadan shlankalarni ulab foydalanishlaringiz mumkin. Bu o'zini o'zi zapravka ham qiladi va undan tashqari dorilash uchun 200 metrgacha bemalol dorilaringizni sepish uchun foydalanishlaringiz mumkin akalar. Undan tashqari karter apparatimizni ishlash prinsipi ham juda ham oddiy akalar. E'tibor beringlar. Bu tomonda 7 ot kuchli 170 motorli benzinli motor qo'yilgan. Bu tomonida esa 250 talik katta karterdan qo'yilgan. Karter apparatimizni ligirovka qilishlarida ham e'tibor beringlar. Mana shu joyni o'zidan ligirovka qilib foydalanishlaringiz mumkin. Ishlash prinsipi mana motorimiz ishga tushgandan keyin cheres remen orqali karter apparatimizda davleni hosil qiladi. Agarda siz shlankani uchini ochmaydigan bo'lsangiz, dori sepmayotgan bo'lsa, bu apparatga o'zi ishlab turgan bo'ladi akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Hozir mana shuni ham bir qator ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Mana apparatga ishlab turibdi akalar, e'tibor berishlaringiz mumkin. Bu apparatga deganda akalar siz dori sepmayotgan paytingiz o'zini holatiga motoblogni birinchi joydan ikkinchi joyga ko'chirayotgan bo'lishingiz mumkin yoki-da motoblogni o'zi yurib turgan bo'lishi mumkin. O'shanaqa holatlarda karter apparatimiz o'zini o'zi apparatga suvni aylantirib turish imkoniyatlari bor. E'tibor beringlar, bu karter apparatimizda aytib o'tganimda kompressorlari 250 talik katta karterdan, kompressordan qo'yilgan va undan tashqari moykalarda ishlatiladigan katta shlankali nasatkalardan ham ulab foydalanishlaringiz mumkin va undan tashqari e'tibor beringlar, barlari ham 120 bargacha bemalol davleni hosil qilib bera oladi. Buni akalar bemalol ishlatib bo'lganingizdan keyin 4 dona bolt yordamida yechib olib, xohlasangiz aravalarda o'zida yuklaringizni toshishda va yo'mkislarda suvlarni toshishda foydalanishlaringiz mumkin. Juda ham qulay qilib ishlangan, o'zini komplektlariga 30 metrdan shlankalarigacha qo'shib beriladi akalar. Hozirgi paytda 350 litrli yo'mkisdan qo'yib berganmiz. Xohlaganlarga 500 litrli, xohlaganlarga 700 litrli, xohlaganlarga 1 tonnali bochkalardan qo'yib berish imkoniyatlari bor. Aravamiz ham mustahkam aravalardan qilingan bo'ladi akalar. Balonlari mashina balon va dishlari ham anchagina uzunroq qilib foydalanilgan, o'tiradigan joylari listdan qilib ishlangan. Bu komplektimizga yana qo'shimcha motoblogimiz 15 ot kuchli benzinli motoblog. Bemalol starter kalitda ham yura oladi. Xohlasangiz zavodnoyda ham tortib ham yurgizish imkoniyatlaringiz bor. Bu motoblogimizda o'zini komplektlariga yer haydaydigan mana shunday pichoqlarigacha qo'shib beriladi. Ham yerda haydashda, agatlarni olishda va kultivatsiya qilishda mana shunday agregatlardan ham bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Bu motobloglarimizning universalligining sababi mana shu qishloq xo'jaligingizdagi barcha turdagi ishlaringizni mana shunday bittagina motoblog, aravalari, yo'mkislari va karter apparati bilan
bemalol bog'ingiz ichidagi ishlarda hammasini mana shu komplektimizda olib foydalanishlaringiz mumkin. Bu motoblogimiz 15 ot kuchli 190 motorli bo'ladi akalar. Yoqilg'i turi benzinli, akkumulyatorlari bor. Reduktorlari 650 talik katta reduktordan, rollari uzun varianti, oldiga ikkita skorisi bor, orqaga bitta skoris bilan jihozlangan bo'ladi. Hozirgi paytda bizning do'konlarimizda faqatgina 15 ot kuchli motobloklar uchun emas, boshqa turdagi motobloklar uchun ham mana shunday komplekt holatda tayyorlab bera olamiz. Hozirgi paytda mana shunday komplekt holatda motobloklar nech pulgacha xarid qilib olishimiz mumkin degan akalarimiz uchun bu komplektlarimizni 30 metrdan shlankalari, karter apparati, yomkichlari, aravalari, 15 ot kuchli motoblogimizni hammasi eng full, eng yaxshilaridan garantiyaligidan bo'ladigan bo'lsa, 15 million so'mgacha komplekt holatda sotib olishlaringiz mumkin. Agarda arzonchiroq variantini xohlaydigan akalarimiz uchun kelishilgan holatda boshqa turdagi motobloklar uchun qo'yib beradigan bo'lsa, akalar $750 dan boshlab akalar $1400 gacha mana shunday komplekt holatda tayyorlab bera olamiz. Kelib sizni xohishingizga qarab akalar, motoblokni salarkalaysiz, salarka, benzin desiz, benzin, xohlasangiz 7, xohlasangiz 9, 13, 15, 17 har xil turdagi motobloklardan mana shunday komplekt holatda tayyorlab bera olamiz. Undan tashqari aytib o'tganimdek, eng arzon narxlarda, eng sifatli bo'lgan motobloklarni bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. E'tibor berishlaringiz mumkin. Yana bir qator ishlash jarayonlarini qo'yib berishadi akamiz. O'zini nasatkalari ularni bu uzoqroq masofagacha davlenani uzatib berish uchun mana shunday nasatkalardan foydalanishlaringiz mumkin. Bir kishi bemalol eplay oladi akalar. Bog'ingiz bo'ladigan bo'lsa, bitta o'zingiz motoblokni boshqarib, mana shunday dorilarni sepishingizdan ham mumkin. Davlenani qisib ko'tarib, xohlagan ligirovkasiga qo'yib foydalanishingiz mumkin. Boshqarishda ham juda ham qulay. Bemalol bitta qo'lda o'zida boshqarishyapti akalar. Bu yoqda mana davlenani qisib ko'tarib berishyapti. Agarda o'zingizga bitta normada qo'yib oladigan bo'lsangiz, bemalol shlankalarni ulab, bog'ingizni boshidan oxirigacha ligirovka qilib 200 metrgacha shlankalarni ulab foydalanishlaringiz mumkin. Kimga mana shu turdagi texnikalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar akalar. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni akalar. Video foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Videolarni kuzatib boringlar akalar. Yana ham to'liqroq ishlash jarayonlarigacha to'liq videoda yana yangi videolarda joylab boramiz akalar. Video yoqayotgan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar.